2024-yilda ishlab chiqarilgan yangi 17 metrlik Panzer Tral Persep sotuvga qo'yildi. Persep 60 tonnalik bo'lib, moslari Fuva mosda padushkali usilinli rama, tormoz tizimi ABS. Uzunligi 17 metr, balandligi 90 cm tashkil etadi. Eni 2,5 metr bo'lib, uchi 2 metrgacha kengayadi. Persepda keyin fittinglari ham bor. Narxiga keladigan bo'lsak, 23 ming AQSh dollari, rastamoshkasi bor, 70-80 million atrofida tayyor nomingizga dokumentlari bilan chiqadi. Manzil Toshkent Tamojniyda turibdi. Egalarining telefon raqamini videoni pastki qismida yozib qoldiraman. Telefon qilib yana to'liqroq ma'lumotlarni ham olishingiz mumkin. Bu videoni mana shunaqa persep qidirib yurgan furachi tanishlarga jo'natib qo'yishim esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.